Diqqat aholiga tezkor xushxabar. Bugun 8-may. O'zbekistonda 1 soat oldin ruxsat berildi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Bugun 8-may kuni barcha xodimlar ishdan 1 soat oldin chiqib ketish huquqiga ega bo'ladi. Mehnat kodeksining 187-moddasiga ko'ra, bayram arafasida ish vaqti 1 soatga qisqartiriladi. Eslatib o'tamiz, ertaga 9-may xotira va qadrlash kuni, ya'ni dam olinadigan bayram kuni bo'lgani sababli bugun qisqartirilgan ish kuni bo'ladi. Xodimlar ishdan 1 soat vaqtli ketishi mumkin, deyiladi xabarda.